Maarif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy maarif maslahat markazi. 大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的第一个内容是语音。好，我们都知道汉语拼音呢，它是由3个部分组成的，有声母、韵母，还有声调。Hammamiz bilamiz, Hanzu tildagi har bir bo'g'im 3 bo'lim bilan tarkib topgan. Birinchisi uzuk tovush, ondan so'ziq tovush, ondan ton belgisi. Masalan, hay, hay. mushu bo'g'imga qarasak, 我们来看一下这一个音节 hay。那这里面 h 是我们的声母 h deganimiz uzuk tovush bo'ldi. I 这是韵母 so'ziq tovush bo'ladi. I deb chiqqan bu 3-chi ton belgisi 是我们的声调. Onda bo'lsa, avval biz mushu so'ziq tovushlar bilan tanishib chiqaylik. Birinchisi a yozilishi qanday ekan? Agilib kelib, ranxoyiga 小尾巴 bir kichik quyruq chiqadi va birga o'qaylik. A 好，那么第二个窝 o'ning yozilishi qanday? Bir dumaloqlam chiqadi va wo. 好，第三个 üçüncüsü yazgan vaqtimizda avval ostidagi hingni tatib, ondan vango'lay, raho zay vango'lay. Dördüncüsü i 的写法也很简单。i'ning yazilishi nihoyatda oddiy. 一个树 ustida bir tal chekitda, ustida bir tal chekit. Ha, ondan ni yozgan vaqtimizda yega one ustiga chiqadi, ondan pastga yana tushiramiz. Va o'tirliqda orliq chiqsa bo'lmaydi. Talaybi. Ha. Diloga yuning yozilishi qanday? Vuning ustiga 2 tal chekit qo'shib olsak,就是yu bo'ladi. 好，那么这个呢是单元音，我说yolg'iz kelgan so'ziq tovushlar. Unda bo'lsa, yana davomlashtirdik. Keyingisi ayni qanday yozdik ekanmiz? A bilan yi ni qo'shsak 就是 ai。好，下面一个 a bilan yi ni qo'shsak 就是 a。好，然后接下来是 v 是怎么样？ u bilan yi ni qo'shsak 就是 v。And then a bilan o ni qo'shsak au. And then o bilan u ni qo'shsak o. I bilan u ni qo'shsak you.
Baştan yana bir keleyliye. A, wo, yi, u, ü, ai, a,为, ao, o, u。好，那这个呢是我们今天学习的韵母一。Bu bizniki bugun o'rganmoqchi bo'lgan so'ziq tavushniki birinchi bo'limi. Unda bo'lsa endi biz shingmu, shingmu, ya'ni uzuk tavushniki birinchi bo'limi bilan tanishib chiqaylik. Birinchisi bo, bo, bo. İkincisi po, po, po. Ha, po bilan po ikkisi ham po yiga shu bo'lib, keyin yiga bangyuan. Buningki mavu bangyuan dumlaq qaysi tarafga qaraydi? O'ng tarafga qaraydi. Po-ningki mo dumlaq o'ng tarafga qaraydi. Lekin po-ningki dumlaq past tarafda, po-ningki dumlaqi ust tarafda. Jalaybi. Po, po talaffuz qilgan vaqtimizda tashiyiga shuang chunyin, shuang chunyin. Po, po o'xshasha. Po, po. Ha, üçüncüsü mo, mo, mo. Dördüncüsü fo, fo, fo. De, D'ni yozgan vaqtimizda buningki dumliqi qaysi tarafga? Sol tarafga qaraydi, ya'ni past tarafda bo'ladi, ha. D, andin t, 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 n, 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 l, 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 g, 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 k, 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 h, h， 呵，好，那么这个呢是我们今天学习的声母。Yuqoridagisi bo'lsa, biz bugun o'rgangan uzuk tovushlar. Boshdan oxirigacha yana bir kevitaylik, ha. Bo, po, mo, fo, de, te, ne, l, g, k, h。好，那这个呢是我们今天学习的第二部分。接下来我们要做一组拼合练习。Endi biz mushu bugun o'rgangan uzuk tovush bilan so'ziq tovushlarni qo'shib turib bir to'liq bo'lgan bir bo'g'imni chiqarib mashq qilib boqaylik, ya. 下面呢，我们把刚才所学的韵母和这个声母结合起来，拼合起来，来练习一下。好，那我们跟着老师一起来啊。波啊巴，波啊巴，波窝波，波窝
波波一 b 波一 b 波五不波五不波哀白波哀白波 a 杯波 a 杯波凹包波凹包 İkincisi po po a pa po a pa po wo po po wo po po一 p po一 p po 五 扑 po 五 扑 po 哀拍 po 哀拍 po a 呸 po a 呸 po 凹抛 po 凹抛 po 欧剖 po 欧剖，然后呢是摸摸啊妈摸啊妈摸窝摸摸窝摸摸摸摸摸摸一咪摸一咪摸乌木摸乌木摸哀麦摸哀麦摸 a 妹摸 a 妹摸凹猫摸凹猫摸欧猫摸欧猫摸 u 喵摸 u 喵。第四个 f 啊发 f 啊发 f 窝 f 窝 f 乌夫 f 乌夫 f a 飞 f a 飞 f o 夫 f o 夫。好，接下来是的啊哒的啊哒的的一滴的一滴的五嘟的五嘟的哀呆的哀呆的 a 呆的 a 呆的微堆的凹刀的凹刀的欧兜的欧兜的 u 丢的 u 丢特啊他特啊他特特特
特一梯，特一梯，特乌突，特乌突，特爱胎，特爱胎，特 a 忒，特 a 忒，特微推，特微推，特凹掏，特凹掏，特欧偷，特欧偷，呢啊那，呢啊那，呢呢，呢一咪，呢一咪，呢乌努，呢乌努，呢鱼女，呢鱼女，呢爱奶，呢爱奶，呢 a 内，呢 a 内，呢凹挠，呢凹挠，呢有牛，呢有牛，了啊拉，了啊拉，了了一哩，了一哩，了乌噜，了乌噜，了鱼驴，了鱼驴，了爱来，了爱来，了 a 雷，了 a 雷，了凹捞，了凹捞，了欧搂，了欧搂，了有溜，了有溜，个啊嘎，个啊嘎，个个，个个乌咕，个乌咕，个爱该，个爱该，个 a 给，个 a 给，个为归，个为归，个凹高，个凹高，个欧勾，个欧勾，可啊卡，可啊卡，可可乌哭，可乌哭，可爱开，可爱开，可为亏，可为亏，可凹靠，可凹靠，可欧抠，可欧抠，呵啊哈，呵啊哈，呵呵，呵呜呼，呵呜呼，呵爱嗨，呵爱嗨，呵 a 黑，呵 a 黑，呵为灰，呵为灰，呵凹蒿，呵凹蒿，呵欧吼，呵欧吼。好，刚才呢，我们学习的部分是拼合，接下来我们来认识一下声调。Әмді біз мұшу тон бәлгісі білән бір тұнышып өтәйлі. Ханзу тылыда тон бәлгісідің жәми төті ба. 汉语里面声调一共有4个，1声、2声、3声、4声. Yani birinci ton, ikinci ton,
3. ton, 4. ton。声调不同，它所表示的意义也不同。Bir so'zniki agarda ton belgisi o'xshamasa, ifodalanmoqchi bo'lgan ma'nosimi o'xshamaydi. Shuning uchun ton belgisini aniq ayirish biz uchun nihoyatda muhim. Unda bo'lsa, ton belgisininki shu pinyin ichida qandaq yezilishiga kelsak, birinchi bo'lib ton belgisini yozgan vaqtimizda cho'qim so'ziq tovushning ustiga yozishimiz kerak. Hamda a, vo, i, u, yu degan shu rad tartib bo'yicha ma'noda. Yana bir qatim kelsak, a, vo, i, u, yu degan shu rad tartib bo'yicha ma'noda. Demak, bir pinyin ichida, yana bir bo'g'imning ichida, masalan, biz shu ta degan shu so'zni ko'rgan bo'lsak, ta degan so'zni ko'rgan bo'lsak, buning ichidagi t deganimiz uzuk tovush, a deganimiz so'ziq tovush. Unda bo'lsa ton belgisi shu a ning ustiga keladi degan gap. Nima? Yana masalanga fa degan bo'lsak, o'xshash ton belgisi a ning ustiga kelish kerak. Agarda ikkisi birga kelgan bo'lsa, masalan, ay bo'lgan bo'lsa, a bilan y ikkisi birga keldi. Rad tartibi qandaqdidoq? Bayamki a, vo, y, u, yu dedik. Unda bo'lsa a bilan y har ikkilisi so'ziq tovush bo'lgani bilan a oldidan chiqadi. Shuning uchun bu ton belgisiningki o'rni a ning ustiga chiqish kerak. Uningdan boshqa mishada bir diqqat qilgan nuqta y bilan u ikkisi, y bilan u. Bu ikkisiniki shu bir bo'g'imning ichiga kelgan vaqtida y bilan u qaysi keyniga kelgan bo'lsa, ton belgisi shuning ustiga chiqadi. Masalan, to'y degan bo'lsak, t, vi, to'y na y keynida kelyotidi. Shuning uchun ton belgisi y ning ustiga kelish kerak. Agarda 9 degan bo'lsak, 9 ni chiu deymiz. U vaqtda chi, yu bo'lib chiqadi. Wu keynida keldi. Shuning uchun ton belgisi wu ning ustida chiqadi. Nima? Kitobning ustida biz mundaq bir so'zlarni misol qildik va masalan, birinchisi ta, ikkinchisi fa, uchinchisi mo ton belgisi wo ning ustiga kelganda hamda qanchinchi ton? Ikkinchi ton bo'lib chiqqanda. Ondan fo bu ikkinchi ton. Hamda bo ning ustidagisi uchinchi ton, uchinchi ton. Ondan k ondan s 这是四声4. ton呢 ，and then 是不摸4. ton， 然后是推不感觉1. ton 呢 ，and then 九不摸3. ton。 Onda bo'lsa, shu ton belgilari qanday yozildi ekan? 1. ton iga hang tuzlam chiqadi. Hang. 2. ton tuvandan yuqoriga qarab mangdi va undaq ustiga qarab mangdi. 2 sheng. 3. ton yuqoridan tuvanga, ondan yana yuqoriga chiqadi. Mundaq yoziladi va unda yoziladi. Ondan 4. ton shu yuqoridan tuvanga undaq tushadi. O'qilishiga kelgan vaqtimizda 1. ton a deb chiqadi, ovozi yuqori chiqadi va ikkinchi ton bu a yuqori qarab mangdi. 3. ton a o'qilishi shu yozilishi bilan o'xshashmaydi va a yuqoridan tuvanga, ondan yana yuqoriga. 4. a
好，yazilishi qanday？那tushdi yuqoridan tuanga tushdi。好，这个呢是4个声调。那么今天我们来做一个1声和2声的练习。Bugun biz birinchi ton bilan ikkinchi tonni nuqta qilib turib mashq qilaylik ya. Ma ti po ge hui飞开包이kinci ton爬得你驴还雷葵挠开发黑灰回答迷途扑鼻推拿白搭湖泊妈踢坡歌灰飞开包이kinci ton爬得你驴还雷葵挠开发黑灰回答迷途扑鼻推拿白搭湖泊。好，那今天我们的课呢就先上到这里。Onda hosu bugünkü dersimiz müsaikici bolsun。下课以后，同学们一定不要忘了要认真的、反复的去做练习。Onda hosu dersten tushgandan keyin cho'qim
astoydillik bilan qayta takrar qilishni unutmanglar. 那我们下一期再见. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet to'rida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam to'rt til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi.